Hurmatli talabalar, bugungi fizika fanidan bo'ladigan ma'ruza mashg'ulotimiz, demak, mavzusi qattiq jism fizikasiga bag'ishlanadi va 12-chi ma'ruza mashg'uloti. Ma'ruza mashg'ulotlarini men Kamoljon Dushanbek Bobojonov fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori olib boradi. Keling, ma'ruza rejasi bilan tanishib o'tsak. Birinchi, yarim o'tkazish ishning xususiy o'tkazuvchanligi. Ikkinchi, xususiy yarim o'tkazish to'p tashuvchi zaryadlar konsentratsiyasi. Uchinchi, Fermi sathi va uning holati. To'rtinchi, yarim o'tkazgichlarni o'tkazuvchanligi, uning temperaturasiga bog'liqligi. Demak, ko'rayotganingiz, demak, bu yarim o'tkazgichlarning zonalar diagrammasi, ya'ni sohalar diagrammasi deb ataladi va bu yerda o'tkazuvchanlik sohasi, bu yer bo'lsa valid soha deb ataladi va bu yerda o'sha ikkita soha orasidagi taqiqlangan soha kengligi deb ataladi. Demak, 0 kelvinda valent soha elektronlar bilan butunlay to'lgan bo'ladi. Taqiqlangan soha kengligi juda katta bo'lmagan kristal moddalar yarim o'tkazgichlar deb ataladi. Oldingi leksiyamizdan ma'lumki, demak, yarim o'tkazgichlarning taqiqlangan sohasi bu o'sha ma'lum bir diapazonni, energetik diapazonni egallaydi. Rasmda valent soha elektronlar bilan butunlay to'lganligi ko'rinib turibdi. Elektronlarni o'tkazish sohasiga ko'chirish uchun delta E taqiqlangan soha kengligidan kam bo'lmagan energiya berish kerak bo'ladi. Shunda, demak, elektronlar valent sohadan o'tkazuvchanlik sohasiga o'tadilar. Yarim o'tkazgichning tozaligiga qarab ular xususiy yoki kelishmali yarim o'tkazgichlarga bo'linadilar. Birinchisi, kimyoviy toza yarim o'tkazgichlar xususiy hisoblanadi. Ularning o'tkazuvchanligi esa xususiy o'tkazuvchanlik deb ataladi. Elektrofizikaviy xususiyatlari kelishmali atomlar bilan aniqlanadigan yarim o'tkazgichlar, bular kelishmali yarim o'tkazgichlar deb ataladi. Keling, o'sha kimyoviy toza yarim o'tkazgichlarga nimalar misol bo'lishini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bularga germaniy, kremniy, tellur, osmos, selen, karbid kremniy, arsenit galliy, arsenit indiyalar kiradi. Demak, absolut nol temperaturada valent soha elektronlar bilan to'lgan valent sohadan yuqorida, demak, E, J energiya masofaga joylashgan o'tkazuvchilik sohasi energiya sathlarga bo'sh bo'ladi. Bu temperaturada elektronlar issiqlik harakati energiyasi, ya'ni taqiqlangan soha kengligidan yengib o'tish uchun yetarli emas bo'ladi. Shu sababli xususiy yarim o'tkazgich xuddi o'zini, demak, dielektrik moddasi kabi tutadi. Temperatura oshishi bilan bo'lsa, demak, uni ta'sirida valent sohadagi elektronlarni bir qismi termik qo'zg'alib, taqiqlangan soha o'tkazuvchilik sohasiga o'ta oladigan energiyaga ega bo'ladi. Bu holda o'tkazuvchilik sohasida erkin elektronlar, valent sohasida esa shu sohani tashlab ketgan elektronlarning bo'sh energetik holatlari hosil bo'ladi va ular kavaklar deb ataladi. Qisqacha xulosa yuqoridagilardan quyidagi ikkita muhim xulosa kelib chiqadi. Birinchisi, xususiy yarim o'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi valent sohadagi elektron o'tkazuvchilik sohasiga o'tish uchun yetarli bo'lgan energiya berish uchun hosil qilinadi. Shuning uchun xususiy yarim o'tkazgich o'tkazuvchanligi qo'zg'atilgan o'tkazuvchanlik deb ataladi. Ikkinchi, qattiq jismlarni yarim o'tkazgichlar va dielektriklarga bo'linishi ma'lum bir hisobda shartli tabiatga ega bo'ladi. Uy haroratlarda dielektrik xususiyatga ega bo'lgan olmos yuqori temperaturada sezilarli o'tkazuvchanlikka ega bo'lib, yarim o'tkazgichning xususiy xususiyatini oladi. Xususiy va kam aralashma yarim o'tkazgich elektron yoki kavak gazlarni aynimagan gazlar deb ataladi va ularni holatlar bo'yicha taqsimlanishi, demak, ko'rib turganimizdek, Maxwell-Boltzmann klassik statistikaga bo'ysunadi. Bunda yarim o'tkazgichlar erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi Fermi sathi va temperaturaga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi funksiyaning yechimi o'tkazuvchanlik sohasidagi elektronlar va valent sohasidagi teshiklar konsentratsiyasining ifodasini beradi. Ko'rib turganingiz, demak, elektronlar uchun konsentratsiya n va kavaklar uchun konsentratsiyani hisoblash bo'lsa p berilgan. Bu yerda mu kimyoviy potensial yoki Fermi sathi deb ataladi. Mn va nplar bo'lsa mos ravishda elektronlar va teshiklarning effektiv
massasidir. Jezi taqiqlangan soha kengayib bitiradi. H Planck doimiysi bilganimizdek, demak, K Boltzmann doimiysi va T temperatura, termodinamik temperatura. Xulosa, Fermi sathi bilan sohalar orasidagi energetik masofa kengayishi bilan shu sohaga tegishli zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi N va P kamayib boradi. Xususiy yaram o'tkazgichda issiqlik energiyasi va rekombinatsiyasi jarayonlari natijasida, ya'ni valens sohadagi elektronlar o'tkazuvchilik sohasiga o'tishda valens sohada teshishlar hosil qilish natijasida istalgan temperaturada Ni va elektronlar Pi teshishlarning muvozanat konsentratsiyalari o'rnatiladi. Demak, buning asosiy sabablari demak o'sha generatsiya va rekombinatsiya jarayonlari natijasida hosil bo'ladi. Xususiy yaram o'tkazgichda belgilangan T temperatura bo'yicha elektronlar va kavidlar konsentratsiyasining ko'paytmasi o'zgarmas kattalik hisoblanadi va quyidagiga teng bo'ladi. N va P ifodalarini tenglashtirib quyidagiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bu tenglamani mu ga nisbatan yechib, Fermi sathi holatini aniqlovchi ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni mu uchun quyidagi tenglama hosil qilinadi. T teng 0 Kelvin temperaturada absolyut nolga teng bo'lganda, demak, Fermi sathi taqiqlangan sohaning qoq o'rtasiga joylashadi. Temperatura ortishi bilan, ya'ni bu yerda kabaklarning massasi o'sha elektronlarning effektiv massasidan katta bo'lgan shart bajarilganda bo'lsa, o'tkazuvchilik sohasi tubiga, Fermi sathi o'tkazuvchi sohasining tubiga intiladi. Aksincha shart bajarilganda valens sohaning shiftiga intiladi. Fermi sathining ifodasi quyidagiga teng bo'ladi va bu yerda N va P ifodalarini qo'ysak, quyidagi natijani olamiz. Va bu ifoda xususiy yarim o'tkazgichda tok tashuvchilarning muvozanatidagi konsentratsiyalari yarim o'tkazgichning taqiqlangan soha kengligi va temperaturasiga bog'liq ko'rinib turibdi. Yarim o'tkazgichning xususiy o'tkazuvchanligi va solishtirma qarshiligi temperaturaga bog'liqlik chizmasi keltirilgan. Ikkita holat uchun va temperatura ortishi bilan o'tkazuvchilik o'sishi yarim o'tkazgichning xarakterli xususiyati hisoblanadi. Yarim o'tkazgichning solishtirma qarshiligi temperatura oshishi bilan esa ikkinchi grafikimizda eksponensial qonun bo'yicha kamayib borishini ko'rib turibmiz. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, demak, taqiqlangan sohaning kengligi 1,2 elektronvolt kremniydan 0,8 elektron kalaygacha kamaytirilsa, xona temperaturasi elektronlarning konsentratsiyasi 9 tartibga oshadi. Germaniya temperaturasini 100 kelvindan 600 kelvingacha oshirsa, uning konsentratsiyasi 17 tartibga oshadi. Demak, bu bo'yicha demak yarim o'tkazgichlardagi tok o'tish mexanizmi bo'yicha video dars mashg'ulotimizni video dars o'sha nimamiz bor. Ya'ni shuni videosini hozir sizlar bilan birgalikda demak kuzatamiz. Demak, darsda foydalanilgan adabiyotlarning ro'yxati quyidagilardan iborat. Va ta'lim saytlari va internet resurslari quyidagilardan bo'yicha, demak, shu 9 ta sayt bo'yicha mana shu yarim o'tkazgichlar barcha xususiyatlari, umumiy elektrofizikasi, ya'ni kristallografik tuzilishi bo'yicha ma'lumotlarni shu saytlardan olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzalarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Yarim o'tkazgichlarda elektr tok o'tishi mexanizmi bo'yicha video mashg'ulotimizni ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda ko'rib turganimizdek, yarim o'tkazgichlarga nimalar kiradi? Kremniy, galliy, germaniy, mishak, surma, indiy va selen kiradi va bu yerda har bir yarim o'tkazgich elementi
o'ziga xos bo'lgan kovalent bog'lanishga ega bo'ladi. Ya'ni uning tashqi qobig'idagi elektronlar soniga bog'liq holda albatta. Uni davriy sistemadan biz yaxshi bilamiz. Bu yerda ekranlarda ko'p kremniy atomlari, har bir kremniy atomlari o'zaro bir-biri bilan to'rtli elektron vositasi bilan, ya'ni bog'langan bo'ladi va o'sha kovalent bog'lanishda qatnashadi va oddiy sharoitlarda bular o'zidan tok o'tkazmaydi. Temperatura ortishi bilan elektronlar erkin bo'ladi va o'ziga xos ravishda o'sha yarim o'tkazgan kremniy kristali ichida bitta elektron va bitta kavak sodir bo'ladi. Ko'rib turganimizdek. Endi agar shu yerda unga potensial beradigan bo'lsak yarim o'tkazishga, u holda o'sha bu yerda ortiqcha elektronlar hisobiga tok hosil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha elektronlar o'sha kavaklar aro ko'chib yurishi mumkin bo'ladi yoki teshiklar aro ko'chib yurishi mumkin bo'ladi. Va shunday qilib zaryadlar, ya'ni xususiy yarim o'tkazishlarda tok tashuvchilar bo'ladi elektronlar va kavaklar hisobiga sodir bo'ladi. Agarda biz shu yarim o'tkazgich kristal ichiga diffuziya qilib kirishma sifatida kirishma atomi kiradigan bo'lsa, masalan bu yerda mishak kiritilgan, mishak atomlari o'zaro bir-biri bilan 5 ta valent elektron orqali bog'lanadilar va ularga kremniy atomlar orasiga kiradigan bo'lsak, mishak atomlarining bitta elektroni odatda bog'lanmay qolgan mana. Va o'sha ortiqcha elektron hisobiga yarim o'tkazishda tashqi manba ulangan paytda maydon berilganda tok hosil bo'ladi. Bundan tashqari o'sha tashqi ta'sir natijasida ularda elektronlar o'zini bog'lanishini tark etib tok tashda qatnashishi mumkin va bu yerda ikkita ortiqcha elektron va bitta kavak hosil bo'ladi. Natijada bu yerda asosiy zaryad tashuvchilar mishak kiritilgan paytda elektronlar ko'proq bo'lgan, konsentratsiyasi ko'proq bo'lganligi uchun elektronli, ya'ni N tip, negativ tipdagi o'tkazuvchilik hosil bo'lishi mumkin. Endi sizlar bilan birgalikda o'sha kavakli o'tkazuvchilik, ya'ni P tip pozitiv o'tkazgichni shu ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Bunda germaniy atomlari ichiga diffuziya qilib indiy atomlarni kiritadigan bo'lsak, u holda indiy ko'rinib turganidek 3 kovalent elektron bilan bog'langan bo'ladi. Germaniy bo'lsa 4 elektronli bog'lanishga ega bo'ladi. Natijada indiy atomlariga bog'lanish uchun bitta elektron yetishmaganligi uchun u germaniyadan o'ziga elektronni tortib oladi va natijada o'sha germaniyda bitta elektron yetishmaydi. Buni demak, agar biz tashqaridan tashqi maydon ta'sir qiladigan bo'lsak, u holda ortiqcha kavaklar hisobiga tok o'tish mexanizmi yuzaga keladi va buni kavakli yoki teshikli o'tkazuvchanlik deb ataladi va bu P tip yarim o'tkazgich deb ataladi. Demak, bu yerda tashqi maydon ta'sirida o'sha ortiqcha elektronli va kavakli o'tkazuvchanlik yuzaga keladi. Bu yerda ortiqcha kavaklarning soni konsentratsiya yuqori bo'lganligi uchun, demak bu yerda musbat, ya'ni pozitiv yarim o'tkazgich deb ataladi. Keling, sizlar bilan birgalikda tok yarim o'tkazgich tok o'tish mexanizmi, ya'ni P tip va N tip yarim o'tkazgichlarni o'zaro bir-biriga kontaktga keltirgan paytimizda tok o'tish mexanizmini ko'rib o'tsak. Biz bilamiz, yarim o'tkazgichlarda o'sha sxemani ko'rayotganimizdek, bu yerda grafik bor. Grafikda qarshilikning temperaturaga bog'liqligi berilgan, eksponensial ravishda temperatura ortishi bilan qarshilik kamayib boradi. Demak, bularning har bir yarim o'tkazgichlarning o'zini tok o'tishi quyidagi tashqi ta'sirlar, ya'ni omillarga bog'liq bo'ladi. Birinchi temperatura, yoritilganlik va ortiqcha o'sha kiritmalar hisobiga yuzaga keladi. Har qanday yarim o'tkazgichlarda doimo elektr toki o'tish mexanizmi elektronlar yoki teshiklar hisobiga sodir bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rayotganimiz bu xususiy yarim o'tkazgich, donor yarim o'tkazgich, ya'ni N tip ortiqcha elektronlar hisobiga negativ. Demak, bu yerda ortiqcha elektronlar hisobiga o'sha tok tashish yuzaga keladi yoki aralashma, bu akseptor, ya'ni akseptor aralashma, P tip, ya'ni pozitiv musbat aralashma, ya'ni ortiqcha kavaklar hisobiga
tok tashish mexanizmi yuzaga keladi. Shunday qilib, yarim o'tkazgichlarda, xususiy yarim o'tkazgichlarda teng miqdorda elektron kavakli, donorda ortiqcha elektron hisobiga N tipli akseptorda bo'lsa, ortiqcha kavaklar hisobiga P tipli tok o'tish mexanizmi yuzaga keladi. Agar biz shu N tip va P tip yarim o'tkazgich o'zaro bir-biriga kontaktga keltiradigan bo'lsak, u holda uning chegara qismida, ya'ni N tipdagi elektronlar P tipdagi kavaklar bilan ta'sirlashishda chegara qismida ular bir-biriga yaqinlashadilar va u yerda ya'ni baryer hosil bo'ladi va bu baryerni PN o'tish sohasi deb ataladi. Ya'ni bu qatlam PN o'tish qatlami ya'ni berkituvchi qatlam deb ataladi. Tashqi maydon ta'sir qilgan paytda agar o'sha nimani o'sha PN o'tish sohasini maydon yo'nalishiga tashqi maydon qarama-qarshi yo'nalgan bo'lsa, bu qatlamdan, ya'ni o'sha berkituvchi qatlam, ya'ni to'siqni balandligi kamayadi. Natijada bunda to'g'ri o'tish yuzaga keladi. Ko'rib turganingizdek, demak, ana endi bu I0 tashqi tok yo'nalishi va bu yerda endi diffuz tok yo'nalishi bo'ladi. Demak, bu yerda elektronlarning o'sha to'siqdagi energiyasini formulasi quyidagi ifoda bilan topiladi. Ya'ni W teng E ko'paytirilgan fi bo'ladi, elektronning zaryadi manfiy bo'ladi, fi o'shadagi baryerdagi potensiallar farqi bo'ladi. Demak, bu yerda potensiallar farqi hisobiga o'sha baryerdagi ortiqcha elektronlar tashqi arzimagan tashqi ta'sir natijasida o'zini energetik holatini o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Natijada demak shuning hisobiga o'sha mahalliy sathlar, ya'ni lokal sathlar hisobiga tok o'tish mexanizmi yuzaga keladi. Endi o'sha berkituvchi qatlamda o'sha qatlamni potensiallar farqini, tashqi potensiallar farqini bersak, ya'ni N tarafga plus potensial, P tarafga minus potensial beradigan bo'lsak, u holda demak bu maydonning ichki maydonning yo'nalishi ko'rinib turgandek chap tomondan o'ng tomonga yo'nalgan bo'ladi va bu yerdagi ya'ni to'siq qatlam PN to'siq qatlamida sohadagi elektronlarning energiyasi ortadi va natijada ya'ni o'sha donor sath bilan asosiy to'ldirilgan sath orasidagi energetik masofa, ya'ni shu ortganligi sababli tok o'tish yomonlashadi bu yo'nalishda. Ko'rib turganimizdek, ya'ni oldingi holatga nisbatan keyingi holatda o'sha yerda demak diagrammada mana ko'rib turganimizdek, orasidagi masofa, ya'ni energetik o'sha holatlar o'zgaradi. Endi bu holatni berkituvchi holat deb ataladi. Endi biz siz bilan tok o'tkazish holatini ko'ramiz. Ya'ni PN o'tish sohasida tok o'tish rejimi, ya'ni bunda tashqi maydonni, ya'ni N tip yarim o'tkazgichga manfiy potensial, P tip yarim o'tkazgichga musbat potensial beradigan bo'lsak, va bu yerda maydonni yo'nalishi bilan tokning yo'nalishi, tashqi tokning yo'nalishi bir-biriga teskari yo'nalganligi uchun natijada o'sha berkituvchi, ya'ni to'siq qatlamning energiyasi kamayadi va bu yerda ya'ni o'sha eni qalinligi qisqaradi. Buning hisobiga ular sathlar bir-biriga yaqinlashadi va bunda elektronlarning o'tishi osonlashadi. Ya'ni o'sha elektron to'siqning balandligi kamayadi. Natijada taqiqlangan zonaning kengligi ham kamayadi. Demak, oldingi holatga nisbatan va bu yerda
elektronlar bir holat birinchi sathdan ikkinchi sathga salgina tashqi ta'sir bilan o'tib olishadi. Demak, albatta bunday qurilmalarini, PN o'tish qurilmalarini diodlarda, varikaplarda qo'llaniladi. Ya'ni bir tomonlama o'tkazishda bu degani demak elektr toki o'tgan paytda yarim o'tkazishadi. Uni faqatgina bir tomonga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.